Yana video olishni boshladim. Xullas, mana biza qishloq topdik. Mana bu Istanbuldagi o'sha kompyuterlardagi ayrim videolarda olinadigan sapfirni menimcha katta odamnikida ham bor edi. O'zi qo'shimcha qilib qo'shgan edi. Korоче, o'sha Waystone edition uchun. Xullas, namuncha qotyapti. Grafika menimcha juda kuchayib ketdi. Argument o'zgarib qoladi. Va bu qotishlar ichida ovqatlarni qachon yeb olaman, albatta bo'g'azim yonib. Bo'ldi, yemanda. Zo'ra bittasi bundan. Ozgina keldi. Bu o'yin ozgina keldi. Endi bundan davom etib qoladi. Grafika Minecraft'da kuchli bo'lganga ayrim paytlar qotyapti. Bundan birinchi video to'xtab qolgan sababi uydagi muammolar sababli qolgandi. Sababi video uni bu bilan qo'shib yubora olmayman chunki qapqut pulli bo'lib ketgan. Shu sababli asab 2 minutdan ko'p video bo'lsa, 2 minutdan ko'p video bo'ladigan bo'lsa, menimcha biroz tarbiya yomon keladi. 2 minutdan ko'p video bo'ladigan bo'lsa, asab qilib Pro so'raydi. Pro'ni men qayerdan olib beraman? Agar boshqa fayl topadigan bo'lsam, ikkita video bitta bo'ladi yoki alohida qilib bu ikkinchi qism deb yozib qo'yaman YouTube'ga. Va ozgina qotyapti, bitta oq kravat bor ekan. Bo'laman. Va ko'zi yo'lda paysalashimni. Bro, balkim siz ham gapirasiz. O'tgan videoda ham gapirmadingiz. Shunda gapiringiz bo'lgan. Bu mollar nima qilsam ekan? O'ldirsammikan yoki ko'paytirsammikan? Nima, bularning kelajagi buyuk. Bularning kelajagi mening qornimda. Demak, bularni o'ldiraman. Birozdan keyin bari shafqat. Yo, bro, aytgan gapingiz hali esimda. Endi shunga bir gap aytib qo'ymasganda sizga darrov xafa bo'lib olasiz. Bunaqa bo'lmang, erkak bo'lasiz. Narsacha agar Free Fire bo'yicha yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu bolani linkasini agar o'zi rozi bo'ladigan bo'lsa, yordam beraman deydigan bo'lsa, kommentariyada qoldirib ketaman. Yo'q, postda qoldirib ketaman. Kommentariyada ham qanday yozsam qoldirib ketaman. Agar o'zi rozi bo'ladigan bo'lmasa, Free Fire bo'yicha yordamni tushinglarda ko'rasizlar. Bu bola Free Fire'ni Minecraft o'ynamay 5 yil o'ynagan. Men Minecraft o'ynab boshlagan paytda u endi tug'ilgan edi. Qatda yuguryapsan bilasan? Asik manda 3 ta qolibdi. Okey. Davlat ishlarini yeni bor ekan, biri o'xshab tushuntiraymi? Nima deyman? U bro o'tgan videoda menimcha agar videoga tushgan bo'lsa, men kanalni ham chiqib qo'ydim. Men bundan qanday bosadi? Postda qoldirib ketaman. Buni bosa olishmaydi-ku. Mas'ulning bor buni, buning kerakli kravatim. Chiroyli. O'tgan videoda ham aytganman. Agar kanalda 200 ta obunachi bo'lsa, tug'ilgan oyimni aytaman. Men tug'ilgan oyim esa mana shu chiroyli ranglarni yaxshi ko'radigan oy. Kerakli ko'rasan. Nima deb yozganingizni men bilmayman, shuning uchun o'qimayman. Hozir men craftlayapman. Lekin nima craftlashim esimdan chiqdi. Qanaqasiga qo'shildi? Savol bu Relux
67. Qanday qo'shildi u server? Axman avtoban beradim, qamat blok qo'ymadim. Ha, u qamat blokni videoni tashqarida qo'yganman. Sabab u hamma narsaga tegib, hamma o'ldirayotganda o'shanga majbur qamat blok yordamida ozgina cheat ishlatib unga ban beradigan qilib qo'ydim. Lekin u qanday kirdi? Menimcha qamat blokdan uzoqlashib ketganimizga maytirib qamat blokni yana değiştirib bo'lmaganiga unga ban bermayapti. Kimnidir o'ldiradigan bo'lsa, albatta unga ban beraman. Endi Filmlar sandiga sap bo'lmaydi. Bu qamat blok hali amalga qarshi boyagidek amazsiz dedi. Gapirib o'ynanglar, videoga tushinglar kerak. Videoda o'zlaringlar bor, ovozinglar yo'q-da. Ovqat bormi? Ovqat bor. Sandiq to'la ovqat bo'lsa pishirish kerak. Somon qani? Bitta ekan. Aytgancha bu yerda Golem plus nomli mod bor. U modni shaxsan o'zim qo'lda bitta yozib, bitta yasab chiqqanman. Shaxsan o'zim yasaganman. Boshqalarga ishonmayman. Ana ban berdi. Ko'rdinglar, mana ban berdi hozir. Ban berdi, qachonda ban berdi. Qamat blokni yoniga kelgan. Qamat blokni yoniga kelsa ban beradi unga. Bo'ldi, ashli shkalam to'ldi. Endi ana u balaga ham ovqat yetkazishim kerak. Biror mana bu yerda lamalar yurgan ekan. Qishlog'isini o'ldirmay, qishlog'isini o'ldirsangiz, lamalar o'ldiraman. Lamaga tegmang. Agar qishlog'ini o'ldirsangiz, lamani o'ldiraman. Yana o'lagaman ovqat berib. Aravasi yanaman, tabu. Lama kimga tupuryapti? Men urganim yo'q. Ishonmasangiz videoda boring. Men urganim yo'q lamani. Siz lamaga tek pishirib qo'yibsiz bana. Men ham siz lamaga tupurganim bor. Lamangiz menga tupursa, men ham lamaga tupurganman. Men urganim yo'q lamaga. Men qishloq bilan savrat turibman. Qatqaslarini o'ldirganingiz bilan. Men o'ldirganingiz uchun men bu lamangizni o'ldiraman. O'zingiz bilan qo'shib. To'xtalama bashara. O'ldiraman, ikkingga o'ldiraman, ikkalangga o'ldiraman. Okay. Hech kimni tapa qilmayman. Okay, bro, shuni xohladim. Okay, bro, endi mendan o'sha lama aziz bo'lsa, ko'rdim kavchi, ketdim qishloqqa. Qishloqdan ketdimman. Boshqa yoqqa ketaman. Birlashib ishlarni yig'ishtiramiz. Kerak narsalarni olamiz, keraksizlarni qoldirib va bularni qilamiz. Crafting table обязательно kerak. Albatta kravatim ham kerak. Mendan o'sha lama yaxshi bo'lsa, men ketdim qaribchi. Men yo'l tez kerak edi. Teshnobretni kalari. Teshnobretni cho'tka bo'lgan, kim bilmasa mana. Uni ukalari yuribdi. Mana bu yerda tekstur joy bor ekan. Mana shu yerga joylashaman.
Chang qo'yishimga chang boshim ko'raman. Mana shu yerga 64-balandlikni topib turibdi desam. Mana shu yerda joylashganman. Keyin deb mana shu ko'rishmoqchi kim qanday nima desa ham, kim qanday boqsa ham menga endi farqi yo'q. Kim nima deydi? Endi tupurganim bor. Hammasiga tupurganim bor. Hech kimni sabr qilmayman. Bitta o'zim yolg'iz voy bo'laman. Nasaramga tegganni bo'ynini uzib olaman. Ma'lum qilsam kerak. Yo'q, qurib boshqa oddiy narsalar ekan. Aytishini kanalda bo'ladi. Kanalda posta bo'ladi. Hammasini salaman qilyapman. Hammasini sol boshqa. Nabini bosib bo'ldi. Endi ovqat uchun harakat. Qishloqdan normalniy ovqat olganim yo'q. Bitta o'zim rozaman. Mana shu yerda bitta o'zim. Hech kim meni kiradigan bo'lsa o'ldirib tashlayman. Men cheater deyishadi meni, demak cheat bilan bo'lsa ham o'ldirib tashlayman. Territoriyaga kirsa o'ldiradigan qamat blokda cheat ham yozaman kerak bo'lsa. Endi hech narsa farqi yo'q. Hammasiga kelganim bor. Crafting table ochamiz. Va bu yerda crafting qilishga hech nima yo'q. Oldimizdagi yog'och va tosh kerak. Tosh bor, yog'och bor. İşte var. Yok. İşte basıp. Evet, farkı yok. Az birazgina hali biza polisa yasashimiz kerak. Boya hamma samonni non qilib qo'ygandim. Endi bizda samon yo'q. Demak, polis qilish kerak. Bizada 3 xil ovqat bor, demak bizga 3 xil narsadan kerak. Bundan birta olsak, birta emas, 48 ta olsak 3 ga bo'lib yuboramiz. Bunda chat yozdi. Krekini o'rmoniga borish kerak. Kreki, ana narsa. Va bitta solamiz ovqatni. Bu tekstura nima sababli? Bu sababli shunaqa tekstura. Ana biron
hech bo'lmasa bitta temir bering desa bermadi. Bobosi G'animni ikkalamizni o'ldirdik. Bermadi pacha. Ketdi. Kerakmaydi endi. Bir joyga tiqib qo'ying endi. Kerakmaydi ketdim. Ko'rdim endi hammasiga tinchgina tupurgan holda urishib bo'ldi. Yaxshi lekin bunda bo'ldi go'sht problema emas. Endi nima problema? Nima buni boshqalarga eshaklik albatta o'ldiraman. Cho'chqa chiqsa cho'chqani ham o'ldiraman. Cho'chqa go'shti harom emas. Sabab bu oddiygina maychilar. Real dunyoda o'lgan davosi yamanchi. Qishloq koordinatasi tashlang. Qishloq koordinatasi barcha instrumentlardan cho'p ketmonlarni 3-4 temir olib chiqishimiz kerak. Sabab bizga taqir kerak. Ya'ni chelak. Chelaksiz nima bo'lmaydi? Suv tashib bo'lmaydi. Suv tashib bo'lmasa nima bo'lmaydi? Poz bo'lmaydi. Poz bo'lmaydi. Jonivorlar ko'paytirib bo'lmaydi. Mana bu yoqib qo'y, keyin ovqat. Mana shunday tursin. Shularni ham men topgandim, ana qochoqlar egallab oldi. Va sakradim va ko'mir topdim. Hech bo'lmaganda tushgandek ko'mir chiqdi. 200 tane olib bo'ldi, shu yetib qoladi. Balki ham olay bo'ldi, keyin ketaman. Bo'ldi, ketdik endi. Bu yerlar endi bizga begona. Yo'lda creeper ko'rdimmi? Yo'q. Qarshi mabitga kiramiz va mabitda mana shu yerda bir joyda. Mana shu yerga bo'lish kerak. Chanqni ko'tarib qo'ygandim aytsa. Esdan chiqsa aytaman negadir qotadi. Bo'ldi endi normalniy. Endi menga farqi yo'q, kim qanday boqadi. Chakki foto'dagi eng zo'ri bu sakrashim videoga tushdi. Qarnim chashmoqda, okey. Если что, men nezir emasman. Nezir deb laval dunyoga aytasiz. Men endi bu joyda o'lib qolganda yo'qol. Yo'qol pachoq. Yo'qol bitta piyoda. Hech kerak, qochish yo'qmi? Yo'q. Pachoq. Bu nafaqlik.
Yo, bittadan suv chiqib qoldi. Mayli. Hech qisi yo'q. Mana bu kayni solamiz. Suv yo'qamiz. Mana bu taraf yopib qolamiz. Qarab bo'lib qoldi va bitta mana shunday qo'yib qo'yamiz. Telefonni nurini qo'lni ko'taramiz va bo'ldi. Endi qo'yamiz. Ovoz kerak bu juda kamon bo'lib menimcha boyagina qo'lidagi tushib Yo'q, xohlamayman, yo'q, turganim bor, yo'q. Ramanladim. Hali ham magma bor ekan, bo'lmasa hozir o'lib ketardim. Mana shunday turishda. Mana shu yerdan teshikka olasan. Voy. Umid qilaman normaldi. Yo'q, umid qilganim emas ekan. Umid qilganim emas ekan, skret kelib qolsa, shit ham yo'q, men urib tushiradi. Voy, men skretdan ketdim. Qochov. Umid qilaman ko'rib ketdim. Lekin faqat umid qilaman. Ana qutlu qurgan ekanman, bu ovqat 4 qorin to'yg'azadi, demak boshqa narsa emas. So'nggi ham olam to'g'ri qo'ygan kerak bo'ladi va yuguramiz, yiqatib ketdim. Yuguramiz, yuguramiz. Tezroq tepaga. Skretga pishirib qo'yib, 3 ta temir uchun kirganman. Atiga 3 ta temir uchun kirdim. Almas topdim-ku даже. Okey. Даже almas topdim, lekin temir kirkam yo'q. Yo. Asosiy almas koordinatasini to'g'ri nechanchi balandlik edi? Shu minuslarda. Edi. Okey, tupurganim bor. Hammaga tupurdim, almasga ham tupurganim bo'lsa, jama qizam bo'ldi. Yugur, shaxta topdim. Yugur, tezroq. Qachon tezroq oldingda skelet, pachoqalis taklama shubga. Bo'ldi. Xuddi urush deyman. Urushlarda men shunaqa teshilarga tushib, bu odam yerga o'tishga, xuddi mana shunday deb, alqimiz skeletga o'tdi. Tayyor avtomatga o'tdi qondan. Qoch. Aman qoldim. Shuning uchun ham shit kerak-da bunaqa joyda. Menda o'sha shit uchun bitta temir ham yo'q. Ishdan baqirdim.
Mana shu tarafga bo'lganda bitta ishini topsam, keyin yana ishini topsam qo'yadi. Ana olmaz qizib ketaman. Ana qadam qo'yishim. Aytib chiqadigan bo'lsa videoga ham chiqgan. Bu nimaga bo'ladi? Qochoqlarni olib chiqadigan nasha qo'ydim. Umid qilamanki, yovuz moblar yo'q. Lekin faqat umid qilyapman. Yo'q, bitta iskelet bor ekan. Yo'q, boshi belgi emasmi? Yo'q, boshi belgiga yangi sinov. Ora tez qanday ko'rdim, mana pato yo'q. Haliyam mokrifu chiqmasa shu hozir o'lgan bo'lardim. Ham pajama o'q chiqib turibdi. Sal qoshiga sal qoldi. Hamma yovuz mob yonimda kimdir uxlasa, ne pachoqlar, azmi o'lib ketaman. Almaz bo'lsa o'lib ketish niyatim yo'q. O'smonga ishtamat topsam, ketgan yashasa bo'ladi. Tezroq. Umid qilamanki, normal joy chiqadi. Hech kimni tabi qilmayman. Men yolg'iz o'ynayman. Lekin ba'zi qaytgan yaxshadi. Mana shu narsa Virusman tandirsa yo'q, ba'zan ham chaqqa bo'ladi. O'sha kesam balki yaxshiroq narsa toparmidim. Bitta shuncha yurdim, ammo bitta ham temir topganim yo'q. Bu davotsizlik meni quvvatgandek, yo'q, arqamda zombi chiqqan bo'lishini o'ylamabman. Axir tunnel qanog'i bor, men topdim. Menga do'stlarni kesib lamalarni yaxshi ko'radigan narsalar. O'sha lamasiga nima kerak? Nima qilamiz? Yegan desa, qo'yganini yeganda qo'lga o'rgangan keyin bitta tamam bo'lgan yo'q qo'yadi. Bu lama va mani yuzim bir xil. Bir qiling mani pulingni. Hech kimni kapib qilmayman. Chata yozishmagan. Ana chat qatatdi. Qarlı hareketler yakınlık oldu. Ayaksıda videoda hareketler bunu karşılamak giderdi. Şunun için tinçkine ölüp arkaya kaçtım. Mabutta o mabuttan çıkan o arkamdan gelip mabuttan çıkan. Polisimde mabuttan kilip kamp turgan ekan. Joy, mümkün emas. Hali o'zim yo'q. Nima qilib sanadi? Yaxshi. Ajoyib. O'ylab, Amaskaydan tarafida Amazga yaqin ekan, просто minus tarafda. Sandiqda masalan lekin almas topdim. Nega almas yo'qlagan?
Orada Allah yok yani. Şöyle bir şuna bak. Çocukların iltifatını yok, hiç kımmet kapı kaldım ya. Ama da şeyler değil, aleyküm için tabi koyayım ha. Baya ben şakaya tüşkendim, bir adiyem sabah. Yani sen gelse saat sayıp genç ama. Çünkü uçan şeytan ceza olmanın çağırma çıkan gitti. Ben hiç kımmet kapı kaldım ya, hiç kaçan. Ben tozum zavuzum ya. Mana bu şartda yok ha. Şimdi mana şartda bana da Muhammed'in müsnakları içi belki bir tane çıkalım. Mistik bir kanal yasamina yeni kalınmamız gereklidir. Ama bu şartda kaptan Biraz daha telefon taktım. Bunu telefon taktım. Neyse ikinci bir tane tesadüfen yapıyorum. Lekin o'sha ham foyda berdi. Olmazdimi? Yo'q. Olmaz. Takriban umid qilamanki tikak tosh ko'tarib olib ketadi. Mayli, bu uchinchi qismdan Tamam. Goodbye. Yep,